Oyi. Boya, aytaman deb esimdan chiqib qopti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Haligi. Madina. Madinaga nima qildi? Yo'q, tinchlik. Xavotir olmang. Ishxonamizda faroshimiz 3 kundan beri ishga chiqmayotdi. Xonam ham ozgincha changib ketgandi. Shuning uchun Madinani o'zim bilan olib ketmoqchi edim. Tozalab kelsin demoqchi edim. Boshqa ishchi chaqir. Endi boshqa ishchi olish uchun akamdan ruxsat olish kerak. Qog'ozbozlik, bir kun uchun bosh og'riq. O'zi mashincha bo'yapti ishlar. Bir kunga boradi, keladi. Bo'ldi. Mayli. Faqat ehtiyot bo'lgin-da undan. Yana birovga gullab yurmasin, Jasurni xotinaman deb. O'sha yoqlarda adashtirib kelsang ham mayli. Xo'p, oyi. Charchamang. Yaxshi o'tiring. Xayr. Yaxshi borib kelgin. Xo'p. Shoshma. Tinchlikmi, Adolat opa? Sen qizni nimagadir oyoq bosishing menga yoqmayapti. Dardingni eringga doston qilganingdan keyin nima? Bundan keyin bu uyda bemalol yuraman deb o'ylayapsanmi? Men nima qildim? O'z ruxsat berganingizga ketyaptim. Hey qiz. Sen ko'pam men bilan o'ynashma. Tushundingmi? Agar seni nojo'ya harakatingni bilsam yoki sezsam, seni sog' qo'ymayman. Xo'p. Ketaveraymi? Bor. Dadasi o'g'lingizni kuzatib bordim ishga. Namuncha kech ketmasa u ishga. Soat nechi bo'ldi u yoqda? Ha, endi bilasiz-ku. Uxlab o'rnidan turgandan keyin ketadi-da. Mayli, yoshda, hali yosh oilada, mayli. Qalay u? Kelin bilan yaxshimi hammasi? Kelin bilan til topisha oldimi? Ha, shu haqida gaplashmoqchi edim dadasi siz bilan. Xo'sh. Hech bir-biriga ismayapti nazarimda. Bo'lmasa birga ketdi. Jasur olib ketdi. Shunaqa degan. Jasur o'zi bilan o'zi. Aha. Kelin shu yerda yuribdi, nima qilishini bilmay. Hoppa. Bir-biri bilan xuddi begonadek munosabat qilishadi. Shunaqa degan. Mayli onasi, yana biroz vaqt qo'yib beraylik. Yaxshi bo'lib ketar. Mayli. Xo'p. Ko'raylik-chi dadasi, qani nima bo'lar ekan? Bo'pti onasi, men endi ko'chaga chiqay, ishlarimni hal qilay. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Siz kimsiz? Haligi Xudo xola uydagilar kuyov yaxshimi? Siz kimsiz? Voy, men Madinani amakivachchasiman. Esladingizmi? Eslolmadim. Nima kerak sizga? Madina bilan bir gaplashsakmi degandim. Bu yerda Madina yashamaydi. Uni shunchaki mana shu uyni ishlarini qilish uchun chaqirtirgandim. Axir kelinchak bo'lib yuribdi-ku. O, menga qara. Jinroqmisan? Ha? Bu yerda Madina yashamaydi deb aytayapman. U meni kelinim emas. Chiq. Chiq. Sut oling. Sut puting kerak emas. Chiq. Ha, nima? Haligi Xudo xola qatiq oling hech bo'lmasa. Kerak emas, qatiqing ham kerak emas. Yaxshi qatiq lekin. Chiq. Bo'l. Hop. Qarindosh urug'ing bilan qo'shmazor bo'l.
Madina. Tinchlikmi, Madina? Yaxshimisiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha, haligi Jasur aka bilan kelgandim men. Meni bitta xonaga joylashtirib qo'ygandi. Shunga kutib tur degandi. Zerikib ketdim. Qo'lingizdagi nima? Ha, bumi? Bitta qiz bergandi. Jasur akaga berib qo'ying deb. Menga bering. Men o'zim berib qo'yaman. Yo'q, shart emas, o'zim berib qo'yaman. Bering, bering. Siz boravering. Mayli, Jasur aka kutib qolmasinlar, bo'pti. Xayr. Sarjar aka, Yemadi, yaxshimisan? siz bu yerda nima qilyapsiz? Men keldingiz? Bilgandim shu yerda yashashingni. Menga qara Madina. Bu yerda seni majburan olib o'tirishgani yo'qmi? Nimalar deyapsiz? Siz joydami? Endi har holda kecha kelsam seni bu yerda yashamaydi deb aytishdi-da. Shu yerda qimirlamay turing, hozir kelaman. Voy Madi, zo'r uying. Oh. Vayyo. Ye, odam bo'lgan bitta shu bo'ldi-yu, qoyil. Mamani oling-dek. Mamanga bozorlik qilasiz. Voy. Oling. Oling. Qolganini oyimga berasiz. Mama sizga Bu ko'p menga. kam ko'zsizlik ishlatasiz. Bo'pti. Chaqirishyapti meni, bo'pti. Bo'pti. Madina bo'la qol, nima uchun millading? Tinchlikmi? Menga qara. Nima? Bizni sharmanda qilmoqchimiding, a? Yo'q. Nimaga unaqa deyapsiz? Nima? Butun avlodingga aytdingmi meni kelinim ekanligingni? Ha? Yo'q. Siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Men o'z quloqlarim bilan eshitdim hozir. Yo'q, opa, siz noto'g'ri tushundingiz hozir. Bugunoq. Mana shu bugunoq. Mana shu uydan qadamingni quritgan, tushundingmi? Oling qo'lingizda. Nima xohlayverasiz mendan? Seni tiling chiqib qoptimi, yalangoyoq? Uyimda biroz yashab o'zingni qirolicha his qildingmi, ha? Между прочим, bu uyda meni ham haqqim bor. Qanaqasiga haqqing bor? Men o'g'lingizdan homiladorman. O'shara o'zingni. Qanaqasiga bunaqa bo'ladi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Borib, o'g'lingizdan so'rang unda. Meni shu gaplarga ishonadi deb o'ylayapsanmi, a? Ishonish, ishonmaslik bu sizga havola. Nima endi boyman deb xohlagan ishinglarni qilaverasizlarmi? Birinchi soxta kelin qildingiz. O'g'lingiz meni zo'rladi. Siz bo'lsa meni shu uyda majburlab ushlab o'tirdingiz. Agar men shu gaplarni hammasini borib militsiyaga aytsam, bilasizmi nima bo'ladi? Ancha yilga ona bola qamoqda o'tirasizlar. Shuning uchun keling, yaxshilikcha kelishamiz. Siz menga tegmang, men sizga tegmayman. Baxtli oila bo'lib yashayveramiz. Kelishdikmi? Men ketdim yotog'imga. Niyating shunaqaligini bilganimdaydi, sezganimdaydi oldinroq. Tinchlik emas, sharmanda bo'ldik. Mahalla ko'yni oldida kimdagi odam bo'ldik? Oyi, o'zingizni qo'lga oling. O'shira o'zingni. Hammasi seni deb bo'ldi. Befarosat Timurga tekkanda shuncha voqea bo'lmagan bo'lardi. To'y bo'ladi. Tushunmadim. Qanaqasiga? Axir qanaqasiga men hozir kelin bo'lishim mumkin? Uydagilarimga yetib borsa-chi? Nimadan bosh tortayotganingni bilasanmi, a? $20,000 beraman. Buni sen umringda topolmaysan. Shunda meni xotinim kim? Ana u qizmi? Ha, Voy, Madina kelin bo'ladi.
esingni yeb qo'yibsan. Sen o'zing nima deyotganingni bilyapsanmi? Oxirgi paytda odamlar deb balandorga osilding. Mana ahvol. Xudo jazoladimi? Hammamiz sharmanda bo'ldik. Dadasi, menga ishoning. Adolat, nimalar qilib qo'yding? Bularni hammasiga o'zim aybdorman. Nafsimning quli bo'ldim. Aka, nima gap? Qalay bo'ldi ishlarimiz? Hammasi yaxshi. Yuklarni ortdik. Menda o'ylam nima bo'ldi? Ha, siz undan xavotir olmang. Bilasizmi, bu safargi mijozlarimiz sal injiqroq ekan. Xabar qo'llariga yetib borgandan keyin pulni beramiz deyishdi. Bizning vazifamiz hozir bu yerdan tezgina tovarlarni olib chiqib ketish. Kelishdikmi? Kechgacha men sizga hammasini yetkazaman. Hammasi joyida. Asosiysi ish bitgan bo'lsa bo'ldi. Ha, yashang. Qolgani hech narsa emas. Hamkorligimiz abadiy bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Menga ishonsangiz bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Gap yo'q. Bu qolgan yuklar ham ancha Qo'y. Bahodir aka, men kutganimdan ham aqlli inson ekansiz. Men yo'qligimda ukamdan foydalanib, uni yo'ldan uribsiz-da ya. Hey. Men ukangni yo'ldan urganim yo'q. Ukangni o'zi rozi bo'ldi. O'zi qo'l qo'ygan. aka, men sizga juda Jam. Ukam qo'l qo'ydi-a? U bugun qo'l qo'ygan, to'g'rimi? Kecha esa men u shartnomani bekor qilganman. Oppo. Ya'ni boshqaruv huquqi sizga o'tgan. Bundan chiqdi. Siz ertalab chiqib ketayotgan har bir yuk mashinani ruxsatnomasiga ham o'zingiz qo'l qo'ygansiz. Bu degani siz javobgarsiz. Menga qara, nimalar deb aldirayapsan? Nima demoqchisan bu bilan? Agar men ketadigan bo'lsam, sen ham ketasan, ukang ham ketadi. Bahodir aka, siz bilan juda ko'p yaxshi ishladik. Lekin bu yog'iga yo'llarimiz ayro ekan. Siz ketasiz. Ketganda ham uzoq ketasiz. Bahodir aka, men sizga necha marta aytgandim, shu ishlaringizni yig'ishtiring deb. Sancha, men senga nima degandim? Necha marta aytdim, qiladigan ishlaringni o'ylab qilgin deb. Aka, endi men O'chir ovozingni. Men seni ogohlantirgandim. Bu odamni nayrangiga o'ynamagin deb. Bahodir aka, axir dadam. Gap. Gapir, nima gap? haligi korxonamizda bosishdi. Kim? Xodimlar, Kim? militsiyalar bosdi. Hamma yo'g'i o'ra olishgan. Nima qilamiz endi? Ana surprizu, mana surpriz. Xo'sh. Endi bunisiga nima deysiz? Kim u? Adolat, yaxshimisan? Hozir seni ko'raman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Nimaga kelding? Sen bilan gaplashib olish uchun keldim. Nima xohlaysan o'zi mendan, a? Sen bilan o'tirishga umuman toqatim yo'q. Bilasanmi? O'g'lingni men qamattirdim. Nima? Sen men ustimdan kulgani keldingmi, a? Nima? Men seni o'g'lingni qamatganimga endi sen ham menga o'g'lingni qamatdim deb ustimdan kulmoqchimisan? Bu gaplaringga meni ishonadi deb o'ylayapsanmi, a? Eshitdim. Ering ham qamalib ketibdi. Yoki eringni meni o'g'limga qo'shib qamattirib yubordingmi, a? Ha? Erimni ham qamattirdim. Men senga ishonmayman. Bo'ldi, bor, ketgin.
ket. Shoshma. Ruxsat bersang, ichkarida o'tirib bafurcha gaplashib olaylik. Hammasini tushuntirib beraman. Menga qara. Sani o'g'lingni chiqarish uchun menda yetarlicha ma'lumot bor. Ishon. Ichkariga kiraylik, Adolat. Mayli, yur. Erkin aka, men ketyapman. Mayli, yaxshi borib kel. Yaxshi qoling. Hadib non yurmasdan nonushta qiling, tayyorlab qo'ydim. Dorilaringizni ham stol ustiga qo'ygandim. Ichib oling, xo'p? Bugun ko'chaga chiqasizmi? Xuddi o'layotgan odamga muomala qilayotgandek gapirasan. Nimalar deyapsiz? Men sizga to'g'risini aytyapman. Men shunchaki dorilaringiz esdan chiqmasin, o'z vaqtida ichib oling deyapman. Shu? Bo'pti. Rahmat. Xo'p, mayli. Yaxshiyam sen borsan. Ko'chaga chiqmaysizmi? Nimaga? Tinchlikmidi? Bugun ishim vaqtliroq tugadi. Agar xohlasangiz, ko'chaga aylangan chiqardik. Bo'pti, xo'p. Xabarlashamiz. Xo'p, mayli, yaxshi qoling. Yaxshi bor. Xo'p. Iya, Nargizaxon. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizni xursand qiladigan gapim bor. Men ishdan ketyapman. Nuqul ketaman deb kuydirarkansiz-da. Siz ishdan ketsangiz, biz xursand bo'lmaymiz, ha? Albatta. Aksincha xafa bo'lamiz. Mayli, siz xafa bo'lsangiz ham bu safar aniq ketaman. Sog' bo'ling. Xo'jayin, qo'ymaysiz-a? Hali ham shuni dardamisiz? Nimalar deyapsan? Ulardan hali o'ch olishim kerak. Ha, eshitishimga qaraganda ular bilan quda bo'lmoqchi ekansiz, tushunmadim. Sizni singlingiz yo'q edi shekilli. Menga qara. Kir ichkariga, xonada gaplashamiz shular. Marhamat. Men sizni singlingiz borligini bilmagan ekanman. Ha, bor. Ko'pchilik bilmaydi. Demak, dadangiz narigi oilasi bilan yashaydi, shundaymi? Shunaqa. Bularni esdan chiqar. Menda bitta yaxshi ideya bor. Bozorga kirib olishimiz kerak. Qanaqa bozor? Anu Nargiz kichkina akasi bor-ku. O'sha qora bilan shug'ullanar ekan. Daromad yaxshi. Qolaversa firma ham uning nomida. Biz ishga kirishimiz kerak. Biror bir rejangiz bormi? Bor. Zo'r bor. Zo'r-ku. Chinursun, telefonim xonada qolib ketibdi-ku. Xo'jayin, zo'r-ku ishingiz. Ha, hozir toza ishlamasa bo'lmaydigan payt. Lekin zo'r ekan, xo'jayin, menga yoqdi. Ishga olmaysizmi? Sanimi? Ha? Sanga nima bor bu yoqda? Men qonuniy ishlayveraman. Sen bo'lsa, meni temni ishlarimni qilib yuraverasan. Ha, anundan xabar bormi? Kimdan? Ilyosdanmi? Hech kim bosmabdimi? Rossiyada yashayotgan ekan, qiynalgan ekan. Qachon bo'ladimi deb so'ratgan. Uzr, telefonim qolib ketibdi, o'g'li. Agar u anu yalangi oyoqni sheriklarni pichoqlamaganda, hozir mashina maza qilib yurgan bo'lardi. Mashinasiga bilasanmi, men narsa olib qo'ygan edim.
Endi o'sha yerda yuraversin. Ish tinchiguncha. Shuncha qilgan harakatimizdan naf bo'lmadi. Hammasidan ham sizni fotihangiz buzilgani yaxshi bo'lmabdi-da, aka. Endi avtoritetingizga ta'sir qiladimi deyman. O'zichi bir shularning oilasini sharmanda qilish kerakmi deyman. Nima deysiz, xo'jayin? Biror bir narsa o'ylab topaymi? Menga qara, qo'y, shart emas. Sanlarning yordamlaringni bilaman. Faqat qovun tushirasanlar. Ye, xo'jayin, bu nima deganingiz? Salladan ko'ra onam ish pishirroq qildilar. Ularning oilasini bizning oilamizning oldida allaqachon avtoritet tushib bo'lgan. Mo'g'ika. Nimaga? Shunda odamni qiziga uylandi-yu, foydalanishni bilmadi. Xotini ham o'ziga o'xshagan yalangoyoq. Mani oldimda arzimagan pulga ishlab yuruvdi. Chidolmasdan ketdi. Lekin shuncha harakat qilsam ham bunga erisholmadim. Nimalar qilmadim shuncha. Mardikori sheriklari pichoqlandi. O'tkasi yondi.